Sizda ham arab tilidagi yumshoq ha harfida muammo bormi? Unda bu videoni diqqat bilan kuzating. Demak, arab tilida 3 xil ha harfi bor. Siz bilan biz bugun gaplashmoqchi bo'lgan ha harfimiz eng yumshoq holatda talaffuz qilinadigan ha harfi hisoblanadi. Ba'zi bir insonlar o'zbek tilidagi ha harfiga o'xshab talaffuz qilamiz deyishar ekan, yo'q, bu narsa xato. Nimaga? Chunki ha harfini mahrajlari ham, sifatlari ham o'zbek tilidagi h harflardan mutlaqo farq qiladi, mutlaqo o'xshamaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda ha harfini chiqish joyini, mahrajini bilib olishimiz kerak. Demak, ha harfining mahraji halqumning eng tubi qismidan chiqadi. Ya'ni halqum qaysi qism? Halqum mana bu qism deb halqumda aytamiz. Halqumni o'zini ham 3 qismga bo'lamiz. Halqumni tubi, halqumni o'rtasi, halqumni yuqorisi. Demak, aynan halqumning eng pastki qismidan ha harfi hosil bo'lar ekan. Ha harfining mahraji halqumning eng pastida. Aynan shu joyda yana tovush paychalari degan bir a'zoyimiz joylashgan. Tovush paychalari xuddiki darvozani eshigi kabi, uni ham ikkita eshigi bo'ladi, ochilib yopilib turadigan. Aynan ana shu tovush paychalarini bir-biriga ishqalanishligi natijasida arab tilidagi yumshoq ha harfi hosil bo'ladi va bunda tovush dag'alroq holatda chiqadi. Chunki tovush paychalari bir-biriga ishqalanganda dag'alroq holatda talaffuz qilishimiz kerak. Ba'zi bir insonlar ha, hi, hu, ah, deb talaffuz qilishadi. Yo'q, bu narsa xato. Nimaga? Chunki uni ishqalanishlik sifati, ya'ni tovush paychalari bir-biriga ishqalanganda dag'al holatda chiqishligi kerak. Xuddiki mana ha, hi, hu, mana shu holatda talaffuz qilishligimiz kerak. Demak, halqumda eng tubi deb mana bu kekirdek qismimizni aytamiz. Demak, bundan muammoyimiz yo'q. Yaxshi. Xo'p, endi buni qanaqangi oson yo'llari bormikin deb aytishadi. Misol, amaliy mashqlari bormi deyshadi. Albatta bor. Misol uchun, qattiq mehnat qilganingizdan keyin yoki bir jismoniy mehnat, ishdan charchab kelgan paytingizda yoki yugurib kelganingizdan keyin inson hansirab qoladi. Ana shu hansirashlik holatini ko'proq mashq qilishlik orqali ha harfiga olib borsangiz bo'ladi. Masalan, deb inson hansirab qoladi-yu, mana shu holatni ko'p-ko'p mashq qiling va ha harfini so'zlarini ko'p-ko'p eshiting, albatta sizda ham ha harfi yaxshi holatda chiqadi. Demak, hozir rasmlar orqali tushuntirishga harakat qilamiz. Mana bu rasmda ha harfini mahrajini, ya'ni rasmlar orqali berganmiz. Mana bu qism, ya'ni bu ko'k rangda berilgan qism halqum qismi deyiladi. Halqumning eng tubi mana bu joy. Mana bu joydan ha harfi hosil bo'ladi. Demak, buni sifatlarini qisqacha aytib o'taman. Birinchisi ingichkalik sifati bor, istifola deymiz. Yo'g'on holatda talaffuz qilinmaydi. Hamda sukunli kelganda, ya'ni ha harfi sukunli holatda bo'lganda ha tovushini ko'proq muddat cho'zamiz. Buni rohova sifati deymiz. Xo'p, demak, misollar orqali talaffuz qilishlikni yaxshilashligimiz mumkin. Demak, eng zo'r usul, qaysidir harfda talaffuzda qiynaladigan bo'lsangiz, albatta o'sha harfga doir misollarni ko'p-ko'p birinchi o'rinda eshiting. Undan keyin o'zingiz mustaqil ko'p-ko'p sanoq qilib takror qiling. Albatta sizda ham ha harfi bo'lsin yoki boshqa qiyin harflar bo'lsin, bemalol yaxshi holatda chiqadi. Demak, misollarga e'tibor qilamiz. Birinchisi fathali kelyapti. Ha, buni ha deb turib oddiy ha deb talaffuz qilmaymiz. Chunki bunda ha deb o'sha dag'alroq holatda chiqishi kerak. Keyingisi hi, hu. Yana shu joyda diqqat qiling, bunda tomog'imiz bir-biriga qirilib yo'g'on holatda chiqishligi ham xato. Masalan, ha, hi deyishligimiz ham xato yoki ha, hi, hu deb talaffuz qilishligimiz ham xato. Demak, nima qilamiz? Ha, hi, hu, u. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Keyingisi hal, huwa, hiya, hum. Demak, ha harfini mana shu so'zlarni ko'p-ko'p takror qiladigan bo'lsangiz, albatta sizda ham bu harfdan muammo bo'lmaydi va yaxshi o'zlashtirib olasiz. Albatta, video foydali bo'layotgan bo'lsa, izohlarda o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiring, yaqinlaringizga, mana shu harflarda qiynalayotgan do'stlaringizga yuborib qo'ysiz. Albatta, ularga ham foydali bo'lib qoladi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.